Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Zixi Chronic. Men hozir YouTube'ga yangi keldim. Shuning uchun endi sal podдержка qilib qo'yasizlar. Men yangi kelganim uchun server ochdim. Ham server ham anu qilib o'ynayman. Nima deydi, videolar olib, tam PvP, yana Bedwars, Skype PvP, bu narsalar va hokazo. Короче, shuning uchun men server ochdim. So'ri var lekin mayli PvP qilsa bo'ladi, любой narsada. Lekin bitta narsa bor, minus tarafi ham bor, plus tarafi ham bor. Plus tarafi kirganinglarda menga Telegramdan yozsanglar, kit beraman. Kit deganda endi Norum, Almazni yoki Netherite shu nimadirlar. Короче, shuni beraman. Undan keyin ham uy qurishinglar kerak. Nima deydi? Survival qilishinglar kerak-da. Mana shu atroflarga uy qurasizlar. Chiroyli bo'lish uchun ham bu yerda spawn bo'ladi. Bu keyin aytgancha mamut spawn. Mamutlarga polniy uylar qursanglar chiroyli turadi. Keyin bu minus tarafini aytaman. Minus tarafi bu alternosda ochilgan. Plus ham anu 24 ga 7 onlayn bo'lmas ekan. Shuning uchun kimdir onlayn bo'lib turishi kerak. Men ham endi onlayn bo'lib tura olmayman, chunki endi ishlar bor. Hammaga endi nima desam bo'ladi? Omad, shu kirib o'ynab ko'ringlar. Aytgancha IP bilan port anuda opisiyaga yozib ketaman. Lekin bedrock bo'lishi kerak. Anu emas. Skimga ahamiyat bermaysizlar. Lekin bedrock bo'lishi shart. Anusi versiyasi 1.21.132 bo'lishi shart. Bo'lmasa kirmaydi serverga. Shuni o'tkazinglar, mazza qilib survival qilinglar. Skinimga ahamiyat bermaysizlar. Mayli, sog' salomat bo'linglar.